Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar deyman. Men Shamsullo, Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, bugungi videomizda esa Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanining bozorini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qo'limizdan kelgancha Asif akamiz bilan birgalikda videoga oldik. Narxlarni birma-bir inshaalloh videomiz davomida siz aziz do'stlarga ko'rsatmoqchimiz. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Mana aziz do'stlar, ko'radigan bo'lsa, mana qishlog'imizda do'konlarda sotiladigan mana shunday yog'lar, birodarlarim. Ko'rib ko'rayotganingizdek, mana 10 litrlik yog' bor, 20 litrlik bor, 5 litrlik bor. Hozir so'rab ko'ramiz. Bo'la. Ya qancha unda? Mana bu 5 litr. 490 ham bo'l. 490 olgan ekan, 490. 565 olgan. 565 olgan ekan. Buni farqi nimada bilmayman lekin. Hatto faraz yo'q deymiz, lekin bu Bu o'zbek. Bu O'zbekistonda Paxta. bu paxta yo'q ekan. Bu kunga boqar yo'q ekan. Keyin 3 litr qancha? 320 afg'on ekan. Keyin bu bir xil, ha? Keyin 10 litr qancha shu? 10 litr yog'lar 1000 afg'oni Afg'oniston puliga va 20 litr esa 2000 afg'onidan sotilmoqda do'stlar. Mana shunday bozorlarimiz, qishloq bozorlari. Mana do'kondor akalarimiz ham mana shunday juda ham juma kunlari savdolar ko'p bo'ladi bu do'konda. Juda ham ko'p odam keladi bu do'konga. Mana shunday do'kon do'stlar, inshaalloh like va podpishkani esdan chiqarmanglar birodar yazlar. Mana do'stlar, birinchilar mana 1 kilosi. 1 kilo qancha ming jigar? 1 litrmi? Hava. 300. Kilosi qancha? Kilosi 40. 1 kilosi 40 afg'on ekan. Mana bu birinchi. Mana bu qancha bu? 25 so'm. 1 kilosimi? 1 kilosi 25 afg'oni, bu arzon ekan. Mana bu 40 afg'ondan sotilmoqda ekan do'stlar. Mana kilo 100 rupiya. Kilosimi? Mana bu ham 100 afg'on ekan. Pokiston birinchi. Ularmi? 300 olganmi shu? Mana shu yosh bolalar ko'paydi, odamlar yeydi buni. Bu 300 afg'on ekan. Shular ketib edi mana shuni deydi. Eshitib o'tiribdi mana hamma. Aytangda kel mana deydi. Hamma. 300 afg'on ekan do'stlar, ya'ni 50 ming so'm bo'ladi O'zbekiston puliga hisoblasak. Mana bu yerda qizillob ham bor. Qizilloblar qancha kilosi? 90 olganmi? Mana qizilloblar 90 olgan ekan 1 kilosi. Mana bu oq lobyalar, bular qancha? 72 afg'ondan sotilmoqda ekan. Yozib qoldiringlar inshaalloh, qimmatmi, arzonmi? Afg'onistonda narxi navolar. Mana do'stlar, Afg'onistonda gaz so'rayotgan birodarlar uchun mana shunaqa gaz ballonlari bor. Gaz ballonlarini to'ldirib olamiz shunday qishloqdan. 1 kilosi 54 afg'on ekan, ya'ni 10 ming so'm. Benzin 1 kilosi, benzinni 1 kilosi esa 20 ming so'mdan sotilar ekan. Mana gazlar 10 ming so'mdan, 20 ming so'mdan benzin do'stlar. Mana shunaqa narx-navolar birodarzlar. Do'stlar, buni qaranglar, mana 10 ming so'm narxi, 10 ming so'm ekan mana. Bir jo'ram ko'ylar. Mana siz sinab ko'rasiz, mana 10 ming so'mga olasiz, ichida har narsa chiqadi. Radio shunday mana hozir mahalla raisi oldi bitta ko'ylak chiqdi lekin. Ko'ylakni o'zi 20 ming so'mga sotiladi lekin. Buram ilavo kumarafi. Az payset bola bu xo'p nabut pulam namigirim. Ma barid metum. Aslida matavar ekan. Hozir hamma ochib ko'rmoqda, nima bor ekan, nima yo'q ekan deb. To'laysiz, nima chiqsa mana ko'ylakni hozir ko'rmoqda. Ko'ylak ekan bu. Yerlara pa. 10 ming so'mga oldi do'stlar. Soat bor, dayt bor. Menomi az qolamiz. Mana do'stlar, ichida qancha kilo bor shuning? 7 kilo anor 20 ming so'm ekan do'stlar. Anor lekin 7 kilo 20 ming so'm do'stlar. Mana bu yerda 1 kilosi 4 ming so'm deyapti mana. 1 kilosi 4 ming so'm. Olma
20 ming so'm. Anorlar esa 1 kilo nimasi 20 ming so'm ekan. Mana shu bir xaltasi do'stlar mana. Bir xaltasi 7 kilo bor ekan ichida, lekin 20 ming so'm demoqda birodariyasizlar. Mana do'stlar, mana keklar, Afg'onistonda kek deydi buni. 1 kilosi 50 afg'ondan ekan mana. Qimmatmi, arzonmi? 50 afg'oni mana. Mana shunday qilib sodalik kek mazor deyapti. Mana shunday mashinada keltirib juma kunlari bo'lib o'tadi. Bular 70 afg'oni ekan. Mana bular 70 afg'oni. Bular esa 50 afg'oni ekan 1 kilosi mana do'stlar. Mana birodariyazlar ko'rib Afg'onistonda go'shtlar 70 ming so'mdan sotilmoqda. Juda ham arzonlagan bu hafta. Oldinlar 75 ming so'm edi. Hozirgi paytda juda ham arzonlagan mana go'sht narx-navolari do'stlar. Toza so'yilgan qo'chqor go'shti 70 ming so'm do'stlar. Qimmatmi, arzonmi yozib qoldiringlar kommentariyada. Mana shunday Afg'oniston hayotini inshaalloh birma-bir ko'rib borasizlar. Mana piyoz bor. Mana kartoshkalar esa 20 afg'oni, piyoz esa 10 afg'onidan sotilmoqda birodarlar. Mana juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlar. Hamma bozorga keladi mana shunday juma kuni. Jumalik qilib ketadi do'stlar. Go'sht bo'lsin, sabzavot bo'lsin, ko'kat bo'lsin, hamma narsa. Qancha olding Badring? Badring 35. 35 afg'oni, 1 kilosi, bodringni 1 kilosi. Pomidor qanchadan olding pomidorlar? Pomidor 35. Pomidor ham 35 afg'on ekan 1 kilosi, olma ham 35 afg'on ekan 1 kilosi olmalarni. Uzum 60 afg'on ekan. Uzumlarning kilosi 60 afg'on ekan. Mana juma kunlari bo'lib o'tadigan bozorlarimiz do'stlar. Mana go'sht, sabzavot, ko'kat narxlarini ham so'rayotgan birodarlar uchun. Go qalampirmi aka? 10 ming so'm ekan do'stlar 1 kilosi. Mana bu qalampirlar ham 10 ming so'm 1 kilosi. Birta bering boshqa. Mana do'stlar, sholg'omlar, sholg'om ham chiqqan mana ko'rib ko'rayotganingizdek. Kilosi 10 afg'on ekan, ya'ni 2000 so'm bo'ladi 1 kilo sholg'om. Mana sabzavot, sabzilar bor. Sabzilar ham 2000 so'mdan kilosi sotilmoqda do'stlar. Mana shunday juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz mana shunday hamma bozor savdolarini juma kuni olib ketadi do'stlar. Mana shunaqa do'konlar bor. Mana do'stlar, sabzavotlar ko'rayotganingizdek mana shunaqa bog'langan 3 tasi 1000 so'm bo'ladi do'stlar. 10 ovandami 3 tanada? 2000 so'm. 3 tasi 2000 so'mdan sotiladi do'stlar. Mana piyoz bor, 3 tasi 2000 so'm. Bu qancha bu bir danaga? 20 rupiya. Bir danaga 20 rupiyami? 4000 so'm do'stlar mana. 4000 so'm. Mana bu qancha? G'avuz. Ha, Sira bavramlash. bular farqli ekan. 40 afg'on, 30 afg'on, ya'ni 4000 so'm, 6000 so'm ekan bir donasi do'stlar. Mana qishloqimizda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz hamma keladi. Mana bu yerda pechkalar bor. Pechkalar ham har xillisi bor. O'sha 200 ming so'mdan, 150 ming so'mdan sotilmoqda. Pechkalar ham mana qishda gaz yo'q. Mana shu pechkalarda isitamiz uylarni do'stlar. Mana bu ham bozorlarimiz ko'rib borayotganingizdek. Hamma narsa topiladi. Sabzavot, yetishma, ko'kat, birinchi yo'q, hamma narsa bor do'stlar, xullas bozorda. Mana do'stlar, bozorlar mana bu yerda ham do'konlar ham yangi ochildi. Ko'rib borayotganingizdek, yangi ochilgan do'konlar, mana telefon do'konlari bor. Yangi ochilgan do'konlar. Mana shunday do'stlar Afg'onistonni hayoti. Inshaalloh obuna bo'lib, patishkasdan chiqmasin. Mana shunday videolarni ko'rib borasizlar.